Milliy sertifikat matematika aniqmas integralni hisoblang deyapti. Buning uchun biz bo'laklab integrallash formulasini yozamiz. Mana va shunga asosan buni ishlaymiz. Birinchi o'zini yozib olaylik. Integral arc tangens ilzosti x dx. Buni bo'laklab integrallasak x ko'paytirilgan arc tangens ilzosti x minus x dx taqsim 2 ilzosti x ko'paytirilgan qavs ichida 1 plus x bo'ladi. Buni endi quyidagicha kasrlar ayirmasi ko'rinishida yozib olish mumkin. Sodda kasrlar ayirmasi ko'rinishida mana. 1 taqsim 2 ilzosti x minus 1 taqsim 2 ilzosti x ko'paytirilgan qavs ichida 1 plus x. Bu shuni beradi. Endi buni har qaysini alohida integrallab, demak mana yozsak, ikkinchi ayriluvchini mana shunaqa ko'rinishda yozib olamiz. Bu keyin x ko'paytirilgan arc tangens ilzosti x minus ilzosti x plus bu esa pastda 1 plus ilzosti x ni kvadrati bo'lganligi uchun mana shunaqa arc tangens ilzosti x plus c bo'lar ekan. Milliy sertifikat aniqmas integralni hisoblash kerak. Buning uchun bo'laklab integrallash formulasini yozamiz. Bu formulani kelib chiqishi ham qiyin emas. Ko'paytmadan hosil olib ikkala tomonni integrallasangiz mana shunga kelib chiqadi. Demak, integral u dv teng uv minus integral v du. Mos holda mana berilgan integralni mana shunaqa ko'rinishda yozib olamiz. Arc cosinus x d x kub taqsim 3. Ya'ni shu boshlang'ich integralni beradi. Bo'laklab integrallashga ko'ra, demak x kub taqsim 3 arc cosinus x plus 1 taqsim 3 integral x kub dx taqsim ilzosti 1 minus x kvadrat. Buni yana o'z navbatida quyidagicha yozib olamiz mana. Demak, buni differensial ostiga kiritsak mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi, minus oldiga chiqadi. Keyin yana mana shuni bo'laklaymiz, ikkinchi marta bo'laklashimiz. Demak, mana bu yerda mana ikkinchi marta bo'laklaganimizda mana shunaqa ko'rinish bo'ladi. Demak, endi bu oson. Minus qavsdan tashqariga chiqadi, chunki differensial ostida 1 minus x kvadrat deb yozishimiz mumkin edi. Keyin demak, oxir natijani javob ko'rinishida yozamiz mana. Videoni to'liq tushungan bo'lsangiz, milliy sertifikatga tayyorlanuvchi do'stingizga jo'natib qo'ying. Bizni onlayn va offlayn darslarimizga qatnashib yuksak natija qayd eting. Milliy sertifikat matematika keyingi ajoyib limitni qaraymiz. Limit alfa 0 ga intilganda sinus alfa taqsim alfa teng 1. Birlik aylana olamiz. Uni isbotlash uchun to'g'ri burchakli uchburchaklar olamiz. Keyin yuzalarni baholaymiz. Ya'ni sinus alfa taqsim alfa bu juft funksiya bo'lgani uchun, demak, yozadigan bo'lsak, OAD uchburchak bilan OBS uchburchaklarning yuzalarini qaraymiz. Demak, bu yerda endi mana OAS uchburchak yuzasi bilan OBS uchburchak yuzalari orasida sektorning yuzasi yotadi. Bir tomondan bu 1 taqsim 2 alfaga, ikkinchi tomondan 1 taqsim 2 tangens alfaga teng. Ularni yozib olib 2 ga ko'paytirib yozganimizdan keyin, demak, ikkala qismini sinus alfaga bo'lib yuborish bilan mana shunaqa qo'sh tengsizlikka kelamiz. Buni endi o'zida teskari sonlar xossasidan uni teskari qilsak, tengsizlik ishoralari o'zgaradi va limit alfa 0 ga intilganda cosinus alfa 1 ga tengligidan limit alfa 0 ga intilganda sinus alfa taqsim alfa teng 1 bo'ladi va birinchi ajoyib limit to'laqonli isbotlanadi. Rahmat. Milliy sertifikat matematika mana shu limitni hisoblash kerak. Umar Xayyom formulasi bo'yicha 1 plus 1 taqsim n n'inchi darajasini ochib chiqsak, demak 1 plus n taqsim 1 faktorial ko'paytirilgan 1 taqsim n plus mana shunday koeffitsiyentlarni yozib chiqamiz. Endi bu qiyin emas bo'lgan formula. Yozib chiqamizda keyin baholaymiz. Endi mana bu yerda mana 1 plus 1 taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 1 minus 1 taqsim n plus 1 taqsim 3 faktorial ko'paytirilgan 1 minus 1 taqsim n ko'paytirilgan 1 minus 2 taqsim n va hokazo mana shuni hammasini yozib chiqamiz.
har bitta qo'shiluvchilarda alohida baholab chiqamiz. Mana shunday baholab chiqsak, demak 1/3 faktorialda bundan kattaroq bo'lgan songa almashtiramiz. Xuddi shunday mana 1/n faktorialda ham 1/2 ni n-1-siga almashtiramiz kattaroq bo'lgan songa. Endi yozib chiqsak, demak kattaroqga almashtirganimizdan keyin mana shunaqa qo'pol baholash kelib chiqadi. Ya'ni bu 3 dan kichik ekan.